Erim bergan pulda baraka bor, lekin o'zim ishlab topgan pulda baraka yo'q. Ko'pchilik ayollar mana shu masala bilan menga murojaat qiladi. O'zligini tajribasidan aytishadiki, "Men erimdan pul olsam, har doim pul yetadi hamma narsaga, ortig'i bilan qoladi. Lekin o'zim qancha ishlab topmay, pulim yetmaydi" deydi. Rostdan ham erkaklar berayotgan pulda baraka bo'ladimi? Yoki bu qanaqadir bizani ichki holat bilan bog'liqmi? Bizani ongimiz bilan bog'liqmi? Kelinglar shu haqida gaplashaylik. Mani ismim Ravshanbek To'rabekov. Man qalbshunos kouchman, 7 yillik tajribaga egaman. Minglab insonlarni o'zini anglashiga, o'zini tan olishiga, o'zini asl kuchini his qilib, mana shu kuchini hayotda qo'llashga yordam beraman. Baraka siz uchun nima? E'tibor berganmisizlar? Ba'zan biza hayotimizga qancha pul kirib kelmasin, qancha moddiyat kirib kelmasin, biza uni his qilmaymiz. U kiradi, shundoq chiqib ketadi. Lekin ba'zan mana shu puldan biza maza qilib ishlatishimiz mumkin. Bu pul ortig'i bilan qoladi, hamma narsa yetadi. Lekin aytganimdek, bir xillarda qancha ko'p bo'lmasin, yetmaydi. Bu albatta bizani ongimiz bilan bog'liq. Nega erkak bergan pulda baraka bo'ladi? Avvalambor bu yerda erkak degan emas, berayotgan so'ziga e'tibor berishingiz kerak. Ko'p hollarda ayollar turmush o'rtog'idan, eridan pul olishga qiynaladi va ulardan pul olganda ular ichidan juda xursand bo'ladi. Bu birinchi holat. Ya'ni turmush o'rtog'idan pul olganda, pul ularga kirib kelganda ular juda ham xursand bo'ladi. Keyin mana shu kelgan pulga ular his qilib, anglab turib, nima ularga hozir kerakligini his qilib, eng ularni yondirayotgan narsaga ishlatishni boshlaydi. Ya'ni ular birinchi navbatda o'zligini nima kerakligini his qilib oladi. Ular o'zligi deganda farzandlari bo'lishi mumkin, u yerdagi oilasidagi qanaqadir jarayonlar bo'lishi mumkin, uyiga nimadir olmoqchi bo'ladi. Lekin birinchi navbatda bu mana shu farzandlari yoki uydagi narsa ularni qiynayapti. Ular mana shu narsani hal qilmoqchi bo'ladi. Ya'ni xursand bo'ladi mana shu masalani hal qilayotgani uchun. Va his qilib, anglab turib, mana shu kelgan moddiyatni ular yo'naltirishadi. Natijada qancha pul kirib kelmasin, bu maqsadli yo'naltirilgani uchun his qilib, anglab turib, xursandchilikda yo'naltirilgani uchun bu narsa yetadi. Va bu pullar qanchaligiga bog'liq emas. Lekin mana shunaqa holatlar bo'ladi. Menga bitta ayol murojaat qilgan edi. Oldin men o'zim 1 million topardim. Misol uchun endi 1 million 2 million farqi yo'q. 1 million topardim, turmush o'rtog'im menga 9 million berardi. Men mazza qilib ishlatardim. Hamma narsaga pulim yetardi. Lekin hozir men o'zim 10 million topyapman. Turmush o'rtog'im menga yana xuddi shunaqa pul beryapti. Aksincha menga pul yetmayapti. Men hatto qarz bo'lib qolyapman. Ya'ni nega baraka yo'q? Hozir kelayotgan pulda men anaqa qilmayapman, mazza qilmayapman. Asosiy sababi mana shu katta pullar kelganda biz bu pullarni o'zimiz his qilib, anglab turib, xursandchilikda maqsadli ishlatmaymiz. Natijada pul kirib kelganda biz o'zimizni o'ylamayotganimiz uchun, ya'ni kam pul kirib kelganda biz o'ylardik, nima bizani qiynalashtiradi. Ko'p pul kirib kelishni boshlaganda biz og'riqdan kimgadir nimadir isbotlashga harakat qilib, ko'rsatishga harakat qilib, qayerdadir xasislikda, ya'ni misol uchun qo'shni yangi mashina oldi, men ham yangi mashina olishim kerak deb kelgan pulimizni ishlataveramiz. His qilmasdan, o'zi kerakmi menga bu mashina? Yoki mana shu kelayotgan pullardan men qanaqa mazza qilib o'zimga ham, ya'ni atrofga ham ishlatishim mumkin? Yo'q, buni unutib qo'yiladi. Natijada kelayotgan pullar qandoq kelsa shundoq ketadi. Ya'ni baraka bo'lmaydi. Agar siz kelayotgan moddiyatda hayotingizga kengaytirmoqchi bo'lsangiz, uni barakasini his qilib olmoqchi bo'lsangiz, men sizga oddiy bitta usulni o'rgataman. Bu usul sizga mana shu kelayotgan moddiyatda barakani yanada chuqurroq his qilib olishga,
Shu bilan birga ham moddiy kengayishingizga, rivojlanishingizga, sehrobgarlikka, boylikka ochilishingizga yordam beradi. Bu oddiy usul. Oldin e'tibor berib ko'ring, siz qanaqa pullarni ishlatasiz? Ya'ni hayotingizga kirib kelayotgan moddiyatni qanaqa yo'naltirasiz? Ko'p hollarda barakasi yo'q insonlarda nima bo'ladi? Ular kirdi pul, tezroq ishlatish, tezroq xarajatga chiqarib yuborish. Natijada mana shu xarajatni yo'naltirilarkan, ular barakani his qilmaydi. Chunki xarajat har doim bo'ladi. Ya'ni ovqatlanish, bolalarni xarajati, o'zingizni kiyim-kechagingiz, yana qanaqadir qarz-qurslar, ya'ni ular ketaveradi har doim. Siz bunaqa holatda bor pulingizni ham ko'paytira olmaysiz. Buni o'rniga siz nima qilishingiz mumkin? Avvalambor hozir siz hozirgi kunda necha pul topasiz? Bor, misol uchun kuniga siz misol uchun 100 ming topishingiz mumkin, 500 ming, 1 million farqi yo'q. Bir oyda siz 10 million, 15 million topishingiz mumkin. Mana shu kelayotgan kunlik yoki oylik pullaringizni siz har kuni taqsimlang. O'zingizga xarajatlar demang, o'zingizga misol uchun investitsiya deng. Yoki qanaqadir maqsad yoki xohishlarim dengda, ularga alohida misol uchun konvert qilib qo'yishingiz mumkin. Hamma xohishlaringizni, o'sha investitsiyalaringizni yozib chiqing. Kimdadir bu 5 ta bo'lishi mumkin, kimdadir bu 10 ta bo'lishi mumkin yoki ko'proq bo'lishi mumkin. Oddiy xohishlardan boshlab, ya'ni ovqatlanish, kiyim-kechak, bolalarning bog'chasi, maktabi, kommunal xarajatlar yoki o'zingizni kattaroq xohishlaringizda, misol uchun mashina, uy, sayohat, hammasini yozib chiqing. Hammasi uchun alohida konvert qiling. Va kunlik yoki oylik kelgan pulingizni o'zingiz his qilib, hozir mana menda 100 mingim bor. Men buni nimaga ishlatishim mumkin? Xohlasangiz misol uchun ovqatingizga misol uchun bugun 50 ming yetarli bo'lsa, 50 mingni ovqatingizga ajratasiz. Qolgan 50 mingni siz boshqa konvertlarga joylashtirib chiqasiz. Agar kattaroq summa bo'lsa, misol uchun 10 million, demak o'sha 10 milliondan 1 millionini mashinaga, 1 millionini sayohatga, yana qaysidir qismini ovqatlanishga yoki bolalarga bo'lib qo'yasiz. Ya'ni har bitta kelgan sizni hayotingizga kirib kelgan moddiyatni ma'lum bir konvertlarga bo'lib chiqing. Ma'lum bir maqsadlarga, investitsiyalarga bo'lib chiqing. Boshida bu juda qiyin bo'lishi mumkin, lekin buni agar ongi, ya'ni o'zingizni qo'llab-quvvatlab, o'zingizga ishonch bildirib bo'lib chiqishni boshlasangiz, siz ko'rishni boshlaysiz ma'lum bir muddatdan keyin. O'zingizga ya'ni moddiyat ortib boraveradi. Lekin bu yerda bitta holat borki, siz mana shu konvertga investitsiya kiritdingizmi? Misol uchun bolalarni o'qishiga yoki mashinaga yoki sayohatga. Siz u konvertdan keyin pulni qaytib olmaysiz. Ya'ni boshqa konvertga qo'ymaysiz. Misol uchun bolalarning o'qishiga yetmayapti, siz mashinadan pulni olib bolalarning o'qishiga ishlatmaysiz yoki bolalarning o'qishidan mashinaga ishlatmaysiz. Demak, hozircha siz o'zingizni imkoniyatingizdan kelib chiqib, mana shu pullaringizni his qilib, anglab turib, tan olib, o'zingizga nima xursandchilik keltirayotganini his qilib, yo'naltiryapsiz. Mana shunda siz qanchalik yo'naltira olsangiz, qanchalik xursand bo'lsangiz, siz shu xarajatlarni tezroq yopish emas, yangi imkoniyatlar kiritishni boshlaysizki, mana shu mashina tezroq olish, uy olish, bolalarni o'qishi yoki yana qanaqadir sayohatlar borish, ya'ni imkoniyatlar qidirishni boshlaysizki, yangi pullar kirib kelaveradi. Ya'ni bunda siz yangi, ya'ni pullar kirar ekan, siz yanada sehrobgar, yanada boy bo'lib boraverasiz va bu sizga yana barakani beradi. Buning uchun aytganimdek, siz har bitta kelayotgan pulga xursand bo'lishingiz kerak, minnatdor bo'lishingiz kerak. Bu pulni his qilib, anglab turib, maqsadli yo'naltirishingiz kerak. Mana shunda hayotingizda baraka bo'ladi. Sinab ko'ring. Albatta bunga ma'lum bir muddat kerak. Hayotingizda katta o'zgarishlar bo'layotganini his qilasiz. Agarda siz o'zingizni jarayonlaringizni chuqurroq his qilib olmoqchi bo'lsangiz, hayotingizda mana shu barakani, sevgini, shartsizlikka kengaytirmoqchi bo'lsangiz, kiritmoqchi bo'lsangiz hayotingizga, mening javobim Telegram kanaliga o'ting. U yerda ongingizni rivojlantiruvchi, o'zingizni ichki og'riqlaringiz bilan ishlashga yordam beradigan juda ham ko'p efirlar bor, kurslar bor bepul va
satsang uchrashuvlar bor.